Aka mashina tanlaysizmi, o'g'lingiz tanlaysizmi? Yani ishni o'g'lim tanlayman. Qanday mashina tanlash mumkindir? Bizlar Haval M6 mashinamiz aka 100 kilometrga 6 litr benzin sarflaydi. Bu mashinamiz foydali taraflaridan biri. Sizni o'g'lingiz qanaqa foydali tarafi bu? Bizi o'g'il bir kunda 100 litr suv ichadi, 6 marta tualet boradi. Ana shu foydali taraf. Mashinamiz abagressiz denalar bo'lib, qishda mazza qilib issiqqinada ketasiz. Bu foydali tarafi. Siz o'g'lingizdan nima foydali tarafi bor? Biz o'g'il foydali tarafi qishda no'xat sho'rvan uraylarda uya kirib, ko'rpan tekin qizdiradilar. Ana shu. Aka, yana bir qulaylik tarafidan biri Haval M6 mashinamizni to'lovini 50% ni to'laysiz. Qolgan 50% ni 2 yil foizsiz to'lashingiz mumkin. Endi ayting, shunda ham o'g'lingiz tanlaysizmi yo mashina tanlaysizmi? Baribir o'g'lim tanlayman. Chunki aka, men 20 yil buni o'stirdim, yemi yedirdim, ichmi ichirdim. Qandaydir bir buyuma o'g'limga almashaman menda. O'zingiz ayting. Buyuma Ada, lekin addushi borki, men bunaqa deb o'ylamagandim. Siz Ismat, dada, zo'r lekin men xursand bo'ldim. Mujik akaningiz. Bu kecha bilyardmandan pulni o'zim to'lamay, ketamiz, dam olamiz. Buni hangimga